Yoshlar ishlari agentligi va Xalq banki hamkorligidagi mutolaa loyihasi doirasida tayyorlandi. G'oyib bo'lgan oltin el. Teguldetda yili qilgan sayohatim haqida aytib berishim kerakmi, yo'qmi, men haligacha bilmayman. Xudo ko'rsatmasin, meni telba deb o'ylashlari hech gap emas. O'shanda Tomsk vokzalida olacharoq tong qorong'isida yetib kelgan paytim, tevarak mum qotgandek sokit bo'lib, biron kimsa ko'rinmasdi. Fevral sovug'i hukm surayotgan izillagan sahar mardonda shahardan 250 kilometr uzoqlikdagi Cho'lim qishlog'iga borishda kimning ko'zi uchib turibdi? Men-ku shunga majbur edim. Bu haqda Mavridi bilan aytarman. Alal xusus o'shanda qor nuqsi ketmagan ship-shiydam va so'ppaygan nim yorug' bekatga kelganimda kassa berk huvillagan borgohda qorong'ulik g'ulg'ulasi-yu jimlik sukuti cho'mgandi. Men bunda birpas ivirsib turarkanman, kutilmaganda yaqin atrofdan g'alati sharpa ko'zimga chalindi. Ochig'ini aytsam biroz cho'chidim. Negaki u g'alati nimarsa shaffof soya kabi bekat tarafga elib kela boshlagandi. Vujudimdan bir lahzada ter quyilib, yuragim shig' etdi. Yo tavbangdan ketay, ichimda istig'for ayta boshladim. G'alati sharpa bekatdagi xira chiroqlar tomon yaqinlashganda nihoyat uning odamligi sezildi. Batahqiq men o'zimni xotirjam tutishga tirishdim. Unga zimdan nazar tashladim. Biroz biqiq, ayni paytda bahodirlarga xos miqdi, shu bilan birga qandaydir almisoqdan qolgan kimsani eslatardi bu odam. Ajabmaski, yoshi ham 40lar atrofidagi qora taloqday bu nusxani men jimgina kuzatarkanman, antropologik tuzilishiga ko'ra shimoldagi qandaydir rus bo'lmagan mahalliy xalq vakili bo'lsa kerak degan gumonda borgandim. Voqeatan men adashmagandim. Tez orada bunga o'zim ham amin bo'ldim. U bekatga kelishi bilan meni ko'rarkan, avvaliga biroz yovqarash, qandaydir taxayyul nazari bilan ijikibroq qarab turdi va kutilmaganda mabodo tadarmasmisiz deya nisbatan tanish turkona lahjada so'z qotdi. Yo'q dedim men. O'zbekman. Pisting kishilarga o'xsharkansiz, dedi u. Hamon sinchkov, qirg'iy qarash bilan men tomonga nazar solib turarkan. Men cho'lemman. Cho'lemlar haqida bilmas ekanman. Unga to'g'risini aytdim. Lekin sizni ko'rib endi bildim. Sizlar ham tatarlar kabi turkiy xalq. Yashan, dedi u aftidan meni olqishlab. Chamamda bu yashang degani edi. Har holda men shunday o'yladim. Shu bilan ikkimiz bir pasda tanishib ham oldik. Oradagi sovuqchilik va vahima o'z-o'zidan ko'tarildi. Men oltin elman, dedi u. Cho'limlarimni ko'rishga Teguldetga ketyapman. Men ham unga Teguldetga borish sababimni aytdim. Bu yerda Toshkentdan Tomsk universitetida bo'layotgan ijtimoiy antropologiya xalqaro konferensiyasiga kelganimni, ammo kecha shahar kutubxonasidan qaytishda taksida hujjatlarimni tushirib qo'yganimni, taksis esa aksiga olib meni mehmonxona ostonasiga keltirib qo'ygach, Teguldetga jo'nab ketganini so'zlab berdim. Taksi haydovchisi Teguldetlik ekanmi, so'radi u qiziqib. Baxtga qarshi ha. U shaharda oylab ishlab, biroz pul jamg'argach, uyiga borib 4-5 kun dam olib kelar ekan. Men o'sha taksiga chiqqan kunim uning oxirgi mijozi bo'libman. Shofyor esa meni qoldirgach, to'g'ri Teguldetga ketgan. Hujjatlarim mashinada tushib qolganini uyiga yetib borgach ko'rgan. Tashrif qog'ozimda telefonim bor edi. Topib qo'ng'iroq qildi. Ha, shundaymi, dedi u. Men bosh irg'ab tasdiqladim. Bu g'alati cho'limga endi biroz hafsalasizlik bilan boqib. Bu vaqtda kun oqara boshlagandi. Bekatda ham bitta yarimta odamlar kelayotgandi. Sal turib kassa ham ochildi. Biz darhol oltin el bilan avtobusga bilet sotib oldik. Odamlar yig'ilib, avtobus katta yo'lga chiqqanida yonimda o'tirgan hamrohim oltin elning g'alati kiyimlari e'tiborimni tortib, battar hayratga tushdim. Bekatga yaxshi e'tibor qilmagan ekanman. Balki nim-xira qorong'ilikda yaxshi qaramagandirman. Bilasizmi, u egnida o'rta asr tarix darsliklaridagi dehqonlar kabi kanopdan to'qilgan to'qimga o'xshagan kiyimda edi. Yana cholvorga o'xshagan g'alati
to'q sarg'ish ishton ham ilgan. Oyoq kiyimlari qandaydir jun popukli, aftidan hayvon terisidan tikilgan bo'lsa kerak. Ha, adashmadingiz. Bu Oltinel degani juda g'alati nusxa edi. Men bunaqa taviyani umrim bino bo'lib endi ko'rib turibman. Avtobus goh o'ngga, goh chapga qayrilib, ba'zan yuqorilab, ba'zan qiyalab, tirmashib, o'rlab borarkan, meni atrof borgohning na cheksiz kengliklari, na hududsiz o'rmonning qorga belangan sirli sinoatli qiyofasi, na yo'l-yo'lakay uchrab qoladigan qantarilgan ko'llar va men bunga tirishib qantarilgan ko'llar va ilonizli daryolar e'tiborimni tortardi desam, siz mo'tabarlarimni chalg'itgan bo'laman. Yo'q, men bunga tirishib intilganimda ham yonimda ketayotgan g'alati hamrohimning ajabtovur, daqiq tarofati, bunga oshiqcha yopishmagan so'zamonligi, qandaydir telbavor, daqqiyunusdan qolgan xotiralarini aytishga bo'lgan xohishi va endilikda rad qilib bo'lmas istaklari o'laroq men diqqatimni ortiq jamlolmasdim. Garchi mening huzun qotib qolgan ko'zlarim avtobus oynalaridan tashqari tikilgan, yonimda kelayotgan cho'limni xotirdan forig' qilishga va ich etimni kemirayotgan voqeot, taksida Tigulgetga ketib qolgan hujjatlarimni Tomskka kira qiluvchi taksi haydovchisidan eson omon olishga qaratilgan bo'lsa-da, u o'zining mavjudlik e'tibori bilan rayu xohishimga ters o'laroq e'tiborimni o'ziga jalb etardi. Bu daryo Enasoy, dedi u. Avtobus oynasidan olislarga bizga ko'rinib ketgan noma'lum suvliqqa ilk ko'zi tushishi bilan. Yenesey deyman men, tarix va zamonaviy geografiyaga tayanib. O'rislar shunday deydi, to'g'ri aytasiniz. Meni qo'llaydi Oltinel. Ammo cho'limlar va qirg'izlar Enasoy derdi. Qirg'izlar cho'limlarga yaqin yashaganmi, so'rayman undan. Ha, yaqin yashagan. Ilgari pisting zamonlarda ular juda ko'p edi. Keyin ko'plari ko'chdi. Qolganlari ham cho'limliklarga ko'p aziyat yetkazgan. Biz bilan dushman edi qirg'izlar. Nahotki ikki turkiy xalq bo'la turib, elati boshqa, et boshqa, dedi Oltinel. Ular Enasoyning narigi tarafida yashashgan. Biz esa qadimdan mana shu avtobus ketayotgan vodiyning ortidagi Cho'lim daryosi bo'ylarida yashaganmiz. U paytlar avtobuslar yo'q edi. Men Oltinelga hayron bo'lib razm solaman. U qaysi davrni aytayapti? Uning sog'lig'i haqida menga shubha uyg'onadi. Negaki asr boshidayoq Rossiyada avtobuslar yura boshlaganini men bilardim. Hatto Lev Tolstoy tirik bo'lgan paytda bu o'lkada avtobuslar yura boshlagandi. Bu cho'lim menga ertak aytayaptimi? Yo esini yeb qo'yganmi? Yo meni hech narsadan xabari yo'q deb o'ylaydimi? Yo bu bir telbami? Nadomatki Tigulgetga borguncha u mening hamrohim. Harsa chidashga majbur edim. Ha, shundaymi deb qo'ydim men, o'zimni soddalikka solib. Bo'lmasamchi, avvalgi fikrini tasdiqladi Oltinel. Bizda bug'uli va otli aravelar bor edi. Qirg'izlar ham otda yurardi. Juda mohir chavandozlar ko'p edi ularda. Bular Cho'lim daryosiga yaqin havzagacha Enasoy bo'ylaridan otga kelishganini ham ko'rganmiz. Gohida Cho'lim daryosidan qayiqlarda ham suzib kelganini ko'rganmiz. Nuqul bizga hujum qilishardi. Ayolim va singlimni o'shanda yo'qotganman. Oltinel chuqur so'lish oldi. Hatto namgarchilik quyoshidan qoraygan so'lg'in yuzlari titrab, mallatob ko'zlarida yosh g'iltilladi. Xotini va singlisini qanday yo'qotganini bilmasam-da, men bu odamga astoydil achindim. Bechora, esini yeb qo'ygan kimsa, xotiralarida chalkashib ketgan, zamonini unutgan, eski davrlar bilan yashaydi. Uning kiyinishi, o'zini tutishi, gap so'zlaridagi mutanosibliklar hammasi endi menga tushunarli bo'lgan. Hatto o'zim istamagan holda unga picha xayrixoh ham bo'ldim. Xotiningiz va singlingiz hujum vaqtida o'ldimi? Asta so'radim undan avtobus silkinib, yo'lovchilarni haqli e'tiroziga sabab bo'lgan lahzalarda. U diqqatini jamlab, kalta qoshlarini chimirgancha, "Yo'q", dedi. "Ochig'i bilmayman. Meni o'ldirishgandi." "O'ldirishgandi? Axir qanday qilib?" Nihoyat uning sog'lomligi haqidagi mening oxirgi ilinjlarim ham yakun topgandi. "Hayron bo'lyapsizmi?" Meni uqqandek so'zini davom etdi Oltinel. "Buni qanday bo'lganini sizga aytib berishim mumkin.
Men avtobusda ketayotgan yon-verimdagi boshqa kishilarga bir qur nazar tashlayman. Bu telba odamning so'zlarini ular ham eshityaptimi yoki yo'q degan andishaga borib alanglayman. Fahmimcha, bizni hech kim kuzatmayotganda, qolaversa yo'lovchilarning ko'pchiligi ruslar, bizning turkiy dialektdan bexabar odamlar. Shuning uchun bexavotir unga, albatta aytib bering, bu juda qiziq, fojiali tarixga o'xshaydi dedim. Oltinel rangi gizarib, siniq alfozda so'zlay boshladi. Qirg'izlar ilk bor kelganida bizdan mo'yna talab qilib kelishgandi. Ular qurollangan ko'pchilik edi. Cho'lemlar qo'rqib mo'yna berishdi. Ular qaytib ketishdi. Ammo keyingi gal kelganlarida qizlarimiz va xotinlarimizni kuch bilan tortib olib keta boshlashdi. Men ularga qarshi kurashish uchun cho'lim bahodirlarini yig'dim. Qirg'izlar oxirgi gal kelganida mening singlimni, ayolimni va ko'plab cho'lim ayollarni bizdan tortib olishdi. Ular qayiqlarda o'tirib, bamayli xotir jo'nab ketishganda, men bahodirlar bilan qirg'izlardan ayollarimizni tortib olishga qaror qilib, Cho'lim daryosidan qayiqlarda suzib borib, to'satdan hujum qildik. Ular bizni qo'rqoq deb o'ylab, buni kutishmagandi. Juda shoshib qolishdi. Juda ko'plarini o'ldirdik, ammo ular baribir ko'pchilik edi. Biz oz edik. Men yaralanib yiqildim. Kamondan otishgandi. Qirg'izlar meni o'ldi deb o'ylab, cho'limning yuqori oqimiga qarab suzib ketishdi. Men o'rnimdan turib, yaramni bog'laganimda, cho'lim bahodirlarining hammasini o'lganini ko'rdim. Men katta sol yasadim. O'lgan 7 bahodirni solga ortib, orqaga qaytdim. Cho'limga yaqin joyda, qirg'oqdan uncha uzoq bo'lmagan makonda bahodirlarni dafn qildim. Belgili bo'lishi uchun har bir bahodirning tepasida tilog'och daraxtidan nihol ekdim. Cho'limga yetib borgach, sizga o'sha tilog'ochlarni ko'rsataman. Xotiningiz va singlingizni taqdiri keyin nima bo'ldi? Oltineldan so'rayman. Men bahodirlarni ko'mgach, shoshilinch ortimga qaytdim. Mana shu ko'rib turgan Enasoyda u meni e'tiborimni yana Yeneseyga qaratadi. Qirg'izlar bilan to'qnash keldim. Ular baliq ovlayotgandi. O'sha mening dushmanlarim. Ular meni xotinim va singlimni qaytarishga kelganimni darhol payqashdi. Men ham ularni bir ko'rishda tanidim. Afsus, bir o'zim edim. Jang boshlandi. Meni kamondan o'q uzib o'ldirishdi. Xotinim va singlimning taqdiri menga noma'lum bo'lib qoldi. Boshqa cho'lim bahodirlarining xotinlarini cho'limga qaytib kelganini arvohga aylangach ko'rdim. Ular erlarining vafot etganini bilib, qabrlari ustiga kelib yig'layverishdi. Bu achchiq ko'z yoshlardan men ekkan tilog'ochlar baland daraxtlarga aylandi. Ammo barcha cho'limlar mening qabrim yo'qligi uchun Oltinel tirik va bir kun g'animlarimizdan o'ch oladi deb ishonishardi. Aslida meni Enasoyda o'ldirishgandi. Bu jussam, o'sha arvohim, qabrim yo'qligi uchun deyarli 300 yildan beri bu shimol kengliklarida daydi kabi kezib yurgan. U bu so'zlarni shunday bamayli xotir aytdiki, men uning telba ekanligiga butunlay ishondim. Siz bilan avtobusda ketayotgan odam o'zini 300 yil oldin yashagan arvoh ekanligini aytsa, nima qilardingiz? Qo'rqarmidingiz? Yo'q. Axir avtobus to'la odam, yolg'iz emassiz. Keyin arvoh o'zini arvohman deb tanitib o'tirarmidi? Arvoh hammaning ko'ziga ko'rinmaydi. Avtobusga chipta sotib olmaydi. Mantiq yo'q edi uning gaplarida. Telbalik degan tashxisimga ishonchim komil bo'lgani uchun uning cho'pchagiga ortiq e'tibor qilmay, avtobus yo'liga qarab ketaverdim. Iloji boricha bu telbani boshqa so'roqqa tutmaslikka, umuman so'z qotmasdan manzilga yetib olishni, undan uzoq bo'lishni o'ylarkanman. Bu o'zim uchun ham yaxshi bo'ladi degan andishaga bordim. Taxminan 3,5 soatlarda manzilga yetganimizda avtobusdan Oltinelning birinchilardan bo'lib o'zini tashqariga otganini ko'rib, undan har qanday beqiliq takalluflar kutish mumkinligiga ishondim. Uning ketishini kutib, avtobusdan oxirga tushdim. Lekin u kutib turgan ekan. Mana o'sha tilog'ochlar, dedi u. Tigulditda Kravershdagi sohil yaqindagi daraxtlar tomon yurarkan, qalin butazorlar orasida yaqqol ko'rinib turgan tilog'ochlarni Oltinel ko'rsatgach sanadim.
ular 7 ta edi. U butazor oralab kirib ketgach, men bu telba odamdan darhol uzoqlashim kerakligini o'ylab, Teguldit qishlog'i sari ravona bo'ldim. Qishloqqa kirgach, taksi haydovchisi Ramanni surishtirdim. Hamma bir-birini yaxshi bilar ekan, uni uyini tezda ko'rsatib yuborishdi. Eshikni taqillatgach, qarshimda tanish taksi haydovchisini ko'rib, o'zimga keldim. U meni uyiga boshlarkan, xijolatamiz, "Mana hujjatlaringiz" deya menga mulozamat ko'rsata boshladi. "Bugun shu yerda tunaysiz. Ertaga qaytadigan avtobus yo'q. Tongda o'zim Tomskka ketadigan avtobusda sizni kuzatib qo'yaman." Men rozi bo'ldim. Raman ham hujjatlarimni olib ketib, meni shuncha ovora qilganidanmi yoki ilmiy soha odami ekanligim uchunmi, bilmadim. Menga ko'p yaxshi munosabatda bo'ldi. U bilan o'sha kuni butun qishloqni diqqatga sazovor joylarini kezib chiqdik. Dunyoning noyob odamlari bo'lgan cho'limlar bilan suhbatlashganimda, u menga xayrixoh o'laroq bizni tinglar va jim kuzatardi. Menga Tegulditning g'aroyib odamlari, qorli ko'chalari, ayniqsa muzlagan Cho'lim daryosi g'alati taassurot uyg'otdi. Bularning hammasini muqoyasa qilinganda, men bilan avtobusga kelgan odamning ismi kabi bir oltin el edi. Shularni yoddan o'tkazarkanman, negadir xayolimdan o'sha telba oltin el ketmasdi. Axiri u haqida Ramandan so'radim. Men Tegulditda bunday odam borligini eshitmaganman dedi u. Balki oldinroq yashab o'tmaganmi shunday odam, dedim men oltin elning arvohman degan so'zlarni esimga tushib. Yo'q, yana bilmadim, dedi Raman hayron bo'lib. Balki siz bu haqda ko'p eski gaplardan xabari bor ta'birchi tarlagan choldan so'rab ko'rarsiz. U ko'p narsani biladi. Ta'birchi? Hayron bo'ldim men. Taksi haydovchisining so'zidan. Nimani ta'bir qiladi? Tushingizni ta'birini aytib beradi. Hatto qanday tush ko'rganingizni sizdan so'ramasdan aytib bera oladi. Qishloqning eng yoshi ulug' cho'limlaridan biri. Oltinel haqida ham undan so'rab ko'ring, balki u bilar. U odam kim o'zi? Nega u haqida surishtiryapsiz? Kimligini aniq bilmayman. Men Ramanga avtobusda men bilan Tomskdan kelgan odam haqida aytib berdim. Tilog'ochlar haqidagi afsonani va uning o'sha Tegulditda kiraverishdagi 7 daraxt orasida kirib g'oyib bo'lganini bildirdim. Raman hayron bo'lib, g'alati kulib qo'ydi. Balki menga ishonmagandir. Kim bilsin. Qishloqni biroz aylangach, biz taksi haydovchisining uyiga qaytdik. Uning xotini Galya baliq sho'rva bilan bizni siyladi. Juda tansiq pishirilgandi. Tushdan keyin meni qiziqishim ustun kelib, ta'birchining uyiga boradigan bo'ldim. Tarlagan cholning uyi Teguldit adog'ida, Cho'lim daryosi yaqinida joylashgan ekan. Uning kulbasini Raman tushuntirgani bo'yicha so'rab surishtirib topib bordim. Men borib uning yog'och darvozasini taqillatarkanman, ichkaridan soch soqoli bir-biriga tutashib ketgan cho'limlarga xos qora to'ri odam, ko'zlari kirtaygan, yelkarali biroz bukuk qariya ko'rinish berganda, bu Raman aytgan tarlagan chol ekanligini darhol payqadim. Chol mening begona turqi tarovatimga boshdan oyoq nigoh solarkan, "Kelingiz mehmon" deya qarshi oldi. Men unga kelish maqsadimni tushuntirdim. Tarlagan chol meni darhol ichkariga, qor yomg'irdan pana qilingan supaga boshladi. Odatiy yog'och uy, bo'yoq urilmagan, rangi unliqib ketgan ustullar, g'ijirlab ochiladigan eshik, mog'or bosib ketgan romlar uy egasining turmushidan qaysidir ma'noda darak berardi. Shu yerda qo'nib turing. U supada qator qilib terib qo'yilgan eski stullar tomon ishora qildi. Men stullardan biriga cho'kdim. U uyiga kirib, g'alati buqchaga tugilgan allaqanday tugunni ko'tarib chiqdi. Meni yaqinimdagi stullardan biriga qo'yib, buqchasini yechganda, men uning ichida oq, toza paxta borligini ko'rdim. U paxtalardan birozginasini alohida ajratib olgach, buqchasini tugib, stulga qoldirdi-da, tugundan ajratib olgan paxtani ustiga qo'l kaftini yozib, allaqanday g'alati gaplarni aytgancha pichirlay boshladi. Bu xuddi shaman duolariga o'xshardi. Kim bilsin, balki sehr qilgandir. Menga qorong'u, so'rab o'tirish esa noqulay edi. U o'zigina tushunarli so'zlarni aytarkan, ko'zini ochmagan holda, "Siz qanday tush ko'rdingiz? Ayting" dedi. Men tush ko'rganim yo'q, ammo bir narsani sizdan so'ramoqchiman dedim. U ko'zlarini ochib menga nigohini tikdi.
Axir siz menga ta'bir uchun keldim dedingiz-ku. Ha, ta'bir uchun, ammo bu tushimda emas. O'ngimda bo'lgan bir g'alati hodisani ta'birni sizdan so'rash uchun keldim. Xo'sh, siz Oltinel degan cho'lim haqida eshitganmisiz? Tarlagan chol Oltinel nomini eshitgach bir seskanib tushdi. Oltinel? Siz u haqda qayerdan bildingiz? U meni savolga tutdi. U bugun ertalab men bilan Tomskdan avtobusda Tigulditga keldi. U haqida biron narsa bilasizmi? Qahramonimiz tirik. Men bilardim, dedi u ko'zlarida yosh g'iltillab. Oltinel tirik. Men unga avtobusdan tushganimizdan so'ng Oltinelni tilog'ochlar orasiga kirib g'oyib bo'lganini aytib berdim. Tarlagan chol meni nihoyatda diqqat bilan eshitdi. Uni anchadan buyon ko'rishmayotgandi cho'limlar. Ilgari ko'p ko'rinardi dedi. Demak, Tiguldetga yana kelibdi-da. Cholning telbanamo bu gaplardan hayratga tushib, toqatim toq bo'larkan, men undan yana so'radim. Kim o'zi u Oltinel? Raman uni eslay olmadi. Tiguldetda bunday odam yo'q dedi. To'g'risi aqlimga sig'dira olmayapman. Men bilan avtobusga kelgan odam o'zini arvoh deb atadi. Tushunyapsizmi? O'zingizni bosing, mehmon dedi tarlagan chol. Men hammasini bilaman. Oltinelni butun cho'limlar taniydi. Raman cho'lim bo'lmasa, qayerdan bilsin bizni qahramonni? U bosh chayqadi. So'ng u yoqdan bu yoqqa yura boshladi. Shundan keyin menga yana yuzlanib, "Kechirasiz mehmon, Oltinelni hozir uncha buncha kishi bilmaydi" deya cho'limlar haqidagi birinchi xulosasidan qaytdi. Men biroz qizishdim. Cho'limlar ham kimliklarini unutishgan, tarixlarini unutishgan. Ayniqsa yoshlar bizni shonli qahramonlarimizni bilmaydi. Biz keksalarda ko'p narsalarni bilmaymiz. Otalarimiz va bobolarimiz aytib bergan ko'p kechmishlarni unutganmiz. Unutib shu kuyga keldik. Biz juda kam qolgan xalqmiz. Oltinel elimiz timsoli, u cho'lim qahramoni. Uni Yenisiy qirg'izlari bir paytlar chindan o'ldirgan. Oltinel cho'lim nomusi uchun kurashgan, ammo o'chini ololmagan. Shundan beri uning ruhi sarson. Kimlarningdir ko'ziga bot-bot ko'rinadi, lekin anchadan beri hech kimga ko'rinmay qolgandi. Sizga ko'ringani biz uchun o'zi bir ne'mat. Biz uni ruhini qanday shod qilishni bilmaymiz. Yenisiy qirg'izlaridan ham o'ch olishdan endi ma'no yo'q. Ular bu yerlardan ko'chib ketdi. Qolganlari juda kam. Endi bilsak, ular ham asli biz bilan yaqin qavmdoshlar. O'tmishdagi g'animlikni kelajakka ko'chirmoqchi emasmiz. Men sizni tushundim. Demak, men ko'rgan o'sha odam Oltinelning arvohi ekanda. Bu g'ayritabiiy ishonchdan o'zimning ham etim jimirlab ketdi. Siz uni yana ko'rishni istarmidingiz? So'zimni tasdiqlamasdan so'radi tarlagan chol. Yo'q dedim men. Lekin men bilan kelgan odam o'sha siz aytgan cho'lim qahramoni Oltinel ekanligiga ishonmayman. Menimcha u meni masxara qilmoqchi bo'lib, o'zini o'sha Oltinel deb atagan qandaydir telba bo'lsa kerak. Buni tush orqali aniqlashtirishimiz mumkin. Qanday qilib? Axir so'radim men. Tush bizning xohishimizga bevosita bog'liq emas. Men sizga uning tushingizga kirishini tashkillashtirib berishim mumkin. Bu bilan o'zim ham bu siz ko'rgan Oltinelmi yo boshqami aniqlashtirib olardim. Bu juda qiziq. Men bunga roziman, lekin ertalab Tomskka jo'nab ketaman. Men sizga paxtaga dam solib o'qib beraman. Uni boshingiz tagiga qo'yib yotasiz. Ertalab uyg'ongach paxtani keltirasiz. Men sizga tushingizni aytib beraman. Ko'rgan arvohingiz Oltinelmi yo boshqami? Uni ham bildiraman. Keyin manzilingizga ketaverasiz. Tarlagan chol meni roziligimni olgach, paxtaga kaftini qo'yib dam solgan bo'ldi. Men bu diniy bo'lmagan, qandaydir mifologik dunyoqarash mahsuli bo'lgan ekzotik amaliyotni o'z ko'zim bilan ko'rib, unda tajriba odami rolini o'ynashga rozilik berarkanman. Buni ratsional aql bilan inkor etishimni, tarlagan cholning bid'atlari ustidan erta tongda kelganimda kulib, Tomskka yaxshi kayfiyatda ketishni o'yladim. Zero men kamdan kam holda tush ko'rardim. Ta'birchi chol esa
Bugun oqshom ko'rishim lozim bo'lgan tushimni aytib bermoqchi. Yana oltin elni tushga chaqirmoqchi. Axir bu qiziq emasmi? Kim bunday tajribaga yo'q derdi. Men shunday o'ylar bilan o'tirgunimcha tarlagan chol paxtaga dam solib, yarmini o'ziga olib, yarim paxtani menga tutqazdi. Faqat bu paxtani boshingiz tagiga qo'yib yotishingiz kerak. Qolgan yarmini men boshim ostiga qo'yib yotaman dedi. Agar bunday qilmasangiz tushingizni aytib bera olmayman. Oltin elni ham bila olmaymiz. Hammasi sizning harakatlaringizga bog'liq. Xavotirlanmang, hammasini siz aytgandek qilaman. Shu bilan biz erta tonggacha xayrlashdik. Keyin nima qilding dersiz? Albatta Romanning uyiga qaytib bordim. Kechki ovqatga yengil hazm bo'lish uchun borch yedik. Roman va uning xotini Galiya bilan biroz suhbatlashdik. Bolalari bilan tanishib, ularning koptoklarini birga o'ynadik. Mehmonxonalarida joy qilib berishdi. Shahar ruslariga xos bo'lmagan qishloq ruslari hayoti, odamgarchiligi, insoniy munosabatlari hammasi meni lol qoldirdi. Tiguldetdagi kam sonli cho'limlar hayoti ham ijtimoiy antropolog sifatida meni qattiq qiziqtirardi. Lekin bu yerda qolishga ortiq imkonim va vaqtim yo'q edi. Axir ertaga qaytishim lozim. Bu yerlarga qachondir yana alohida kelishni o'ylab, tarlagan chol bergan paxtani boshim ostiga qo'yib uyquga ketdim. Yarim tungacha tush ko'rmadim. Tunda uyg'onib ketganimda tarlagan chol ustidan ertaga kulishimni eslab, tong otgancha yana uxlashga ro'yxushlik berdim. Jin ursin. Ertalabga yaqin o'sha avtobus bekatida tushganda tilog'ochlar orasiga kirib g'oyib bo'lgan oltin el tushimga kirsa bo'ladimi? O'sha juldurvoqi uvada kiyimda tilog'ochlariga Cho'lim daryosidan suv olib kelib quyib yuribdi. Meni bekatda turganimni ham ko'rdi yaramas. Cho'lim bahodirlariga qarab yuribman, ko'rmayapsanmi degandek imo qildi hatto. Terlab ketgan ekanman uyg'onganimda. Nahotki tush ko'rdim, yana o'sha oltin elni. Nahotki bu tushni menga ana u cho'limlik chol tarlagan yuborgan bo'lsa, ishonish qiyin. Yo'q, bunday bo'lishi mumkin emas. Tushni yuborib bo'lmaydi. Bu eski dunyoning odami, tarlagan chol meni miyamni o'qishi, yana tushimni aytib beraman deyishi va buni qo'rqmasdan bamayli xotir gapirishga ishonish qiyin edi. O'zimni bosib olishim kerak o'yladim men. Chindan ham o'sha telba oltin el haqida kechadan beri juda ko'p o'ylab yubordim. Freyd aytgan, biz o'ylab yurgan narsalar ong ostimizga qoladi va tunda tushimizga kiradi. Tarlagan chol meni tushimni nima haqidaligini bilishi mumkin. Chunki oltin elni tushimda ko'rishimni u bilan o'zim kelishdim. Ammo tush syujetini aytib bera olmaydi. Mabodo u gapni aylantirsa, men aynan tushimdagi voqeani aytib berishni so'rayman. Ha, tarlagan chol albatta mulzam bo'ladi. O'rnimdan turib, yuz qo'llarimni yuvayotganimda mezbonlar ham uyg'ondi. Galiya bizga tezlik bilan nonushta tayyorladi. Choy ichib bo'lgach, Romanning mashinasida vokzalgacha birga boradigan bo'ldik. Yo'lga chiqqanimizda Romanga tarlagan cholnikka kirib o'tishimizni eslatdim. "Xo'p", dedi Roman, "vaqtimiz bor." Cho'lim daryosi tongda oqarib ko'rinib turardi. Kun biroz sovuq, qor yog'sa kerak chamamda. Tarlagan chol bizni kutib turgan ekan. Biz to'g'ri kirib boraverdik. "Supaga chiqinglar", dedi u, sayizxonasida otiga beda berar ekan. "Mana boryapman." Supadagi stullarda Roman ikkimiz o'tirdik. Bir vaqt hayallamasdan ta'birchi keldi. Roman va men bilan qo'l olib ko'rishar ekan, "Sening mehmoning ekanda bu yigit", dedi. "Ha", dedi Roman kulib. "Uni avtobusga yetkazib qo'yishim kerak." "Bilaman, xabarim bor", dedi cho'limlik chol. "Mayli, unda boshlayveramiz. Qisqagina aytaman. Sen ko'rgan odam aynan oltin elning o'zi. Bahodirlarimiz qabriga olib chiqqan 7 ta tilog'ochlarga suv qo'yib yuribdi azamat. Bekatda turganingizda u sizni ko'rdi, lekin oldingizga bora olmasdi. Ish bilan band edi." Men cho'limlik cholga hayrat va ironiya bilan ko'zlarimni katta-katta ochib qarab turardim. Ha, u men ko'rgan tushni aynan takrorlardi. Axir u meni miyamga qanday kirib chiqqan bo'lishi mumkin? Bu jumboq edi. "Aytganlari to'g'ri chiqdimi?" so'radi bu haqda Roman. "Albatta", dedim men. "Unga ta'bir haqlarini ko'nglingizdan chiqarib bering. Vokzalga ketamiz", dedi u. Men cho'ntagimdan biroz pul olib, tarlagan cholga tutdim. U olmadi. "Sizdan olmayman. Chunki siz oltin elni ko'rdingiz. Buni biz cho'limlarga aytdingiz. Bu biz uchun bir ne'mat. Manzilingizga omon yetib boring." Men noiloj pulimni cho'ntagimga soldim. Negadir tarlagan cholni bag'rimga bosib, butun cho'limlar bilan, shu oltin el bilan xayrlashgandek biroz
g'ariz hisni tuydim. Biz u yerdan chiqib vokzalga bordik. Kassa ochiq edi. Bilet olib avtobusga chiqdim. Roman bilan iliq xayrlashdik. Men Tomskka qaytib ketdim. Ijtimoiy antropologiya konferensiyasining so'nggi kunida yo'qolib ketayotgan shimol xalqlari tabulari mavzusida ma'ruza o'qidim. 2 kundan keyin Toshkentga jo'nadim. Bu voqealar keyinchalik butunlay xayolimdan ko'tarildi. Universitetdagi karyeramdan voz kechib, erkin yozuvchilik faoliyati bilan shug'ullana boshlaganimdan so'ng Toshkentdan Moskvaga ko'chib o'tdim. Peredelkinadagi yozuvchilar shaharchasida yashay boshladim. O'sha yerda yozuvchilar kutubxonasida badiiy adabiyot izlayotib, tasodifan ijtimoiy antropolog Andrey Dulzonning monografiyasiga ko'zim tushib qoldi. Ijtimoiy antropologiya bilan shug'ullangan g'aroyib yillarimni eslab, kutubxonadan uning kitobini uyga o'qish uchun oldim. Oqshom yozuv stoli ustidagi stol chirog'i yorug'ida oyog'imda suykalanayotgan mushugimni turtgancha Dulzonning monografiyasini ko'zdan kechirar ekanman. Avvaliga uning Tomsk universitetida ishlagani e'tiborimni tortdi. Axir men bundan bir necha yillar oldin aynan shu olim ishlagan universitetda ijtimoiy antropologiyaga oid konferensiyada qatnashgandim. Monografiyani ko'zdan kechirishda davom etar ekanman. Bu uning cho'limlar haqidagi tadqiqoti ekanligi hayratimni battar oshirdi. Men bu ilmiy kitobni ijtimoiy antropologiyaga mukkasidan ketgan o'sha olis yillardagidek qunt bilan o'qiy boshladim. Yo Rabbiy, Dulzon Oltin el haqidagi afsonani hikoya qilardi, tilog'ochlar haqida yozardi. Men tasodiflarning bu taxlit to'g'ri kelib qolishidan hayratga tushdim. Oltin el haqidagi afsona va haqiqatlar nega aynan men bilan bu tariqa yuzma-yuz keldi? Monografiyadagi bu afsona bilan men avtobusda ko'rgan, keyin ta'birchi tarlagan cholning g'alati sehr jodusi bilan yana tushimga kirgan Oltin el hammasi nahotki bir odam bo'lsa, u nega menga ro'bara keldi va nega g'oyib bo'ldi? Bu men uchun hali hanuz tagiga yetilmagan jumboq. Siz bunga ishonasizmi? Yo'q. Axir bunday bo'lishi mumkin emas.